Ilm fan shaydolari, tabriklashing mumkin. Sizlar Magnit kanalidagi 10-videoni tomosha qilasizlar. 2023-yilda boshlagan kanalimiz hozirgacha 9 ta foydali va qiziqarli bo'lgan kontent bilan tomoshabinlar miyasini to'ldirdi. 2 yil davomida Magnit sizlarga psixologiyaga oid bo'lgan qo'rquv, ichki ovoz kabi, koinotga aloqador bo'lgan Marsga chiqish g'oyasi, koinotga chiqqan o'zbeklar va qora tuynuk haqida qisman bo'lsa-da ko'rsatuv taqdim qildi. Hatto oxirgi ko'rsatuvda inson hayoti bilan o'ynashib 100 soat uxlamaslik bo'yicha ham ilmiy ommabop kontent tayyorladik. O'tgan 2 yil ichida Emirates Stadium bilan barobar bo'lgan 60 mingta odamni bitta joyga to'plab, ularni ilmini oshirmoqdamiz. Muallif sifatida ham yuqoriga ko'tarilish va tushishlar yuz berdi. O'rtada 2023-yilning eng yaxshi ilmiy ommabop blogeri sifatida ham tan olindim. Bu o'rtada qanchadir muddat YouTube'da kontent ham qila olmadim. Taslim bo'lish yo'q, xuddi bu gapimdan bu oxirgi video degandek qanaqadir kayfiyat eshitilgandek bo'ldi, lekin unaqa emas. Sizlar uchun tayyorlab qo'ygan ko'rsatuvlarimiz hali talaygina. Siz bizni shunchaki izohlarda qo'llab-quvvatlab, videolarimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Shu narsani o'zi bizga yetib ortadi. Aytgancha, videolarimizni hammadan oldin ko'rish xohlasangiz, Click TV platformasi o'tib oling. Tez orada meni yangi ko'rsatuvim va boshqa sizga tanish bo'lgan insonlarni hali hech kim ko'rib ulgurmagan kontentlarni bitta obuna orqali hammadan oldin tomosha qilishingiz mumkin. Do'stlar, ko'rsatuv avvalida bitta disclaimer. Har bitta eshitgan ma'lumotingizni albatta tekshirib chiqing. Bitta gap eshitganingizdan keyin uni albatta fact check qilishga o'rganing. O'ylaymizki, bugungi dasturimiz aynan shu narsani sizlarga o'rgata oladi. To'g'risi, bugungi ma'lumotlarni topish juda ham qiyin bo'ldi. Ba'zilar esa chindan ham xavfli. Bilmadim, bugungi ko'rsatuv chiqqandan keyin men bilan nimalar ro'y berishi mumkin? Menga ayon emas. Kim ekan? Sizni so'rashyapti aka. Qanaqasiga studiyada meni so'rab kelishadi. Kim ekan u? Siz ham xuddi men kabi qaynoqli taomlarni yoki turli xil mahsulotlarni Yandex.Lavka orqali buyurtma qiling. Ko'rsatuvni tomosha qilib, biron nima yeb o'tirishga nima yetsin? Axir birinchi 140 ming so'mlik buyurtma uchun mana bu provokod bo'yicha 70 ming so'mlik chegirma ham bor. Ya'ni 50%. Hozirroq buyurtma beramiz va albatta imkoniyatdan foydalanib qolamiz. Men sizga videoni boshdan nima dedim? Тиран и великий завоеватель, правитель огромной Евразийской империи Тамерлан, оставил потомкам страшное пророчество. Предсказание сбылось в 41 году, в ночь с 21 на 22 июня. Единственный из ныне живущих свидетель тех событий, кинооператор Малик Каюмов, запечатлел на пленку все случившееся. Уникальный кинодокумент и рассказ очевидца в этом фильме. Amir Temur qabri ochilganidan keyin Germaniya sobiq ittifoq hududiga kirib keladi va o'shanda rasman Ikkinchi jahon urushi boshlanadi. Hammamiz hech bo'lmasa bir marta bo'lsa ham mana shu ma'lumotni eshitganmiz va ishonganmiz. 1941-yil iyun oyida Sovet olimlari Samarqanddagi Go'ri Amir maqbarasiga kirib, buyuk sarkarda Amir Temurning qabrini ochishadi. Bu voqea tarixda rostdan ham bo'lgan. Qabrni ochish jarayonlaridan oldin esa yo'q joydan qandaydir nuroniy otaxonlar paydo bo'lib, qabrni ochish katta urushlarga sabab bo'lishini ta'kidlashadi. Qabr ochiladi va urush boshlanadi. Bu haqiqiy mistika, shunaqami? Lekin bu juda ham qiziqarli voqea fonida biz bitta faktni umuman esdan chiqarib qo'yamiz. Ikkinchi jahon urushi 1939-yilda boshlangan. Amir Temurning qabri ochilishi esa 1941-yilda yuz bergan. Bu ikkita turli vaqtda bo'lib o'tgan voqealarni nima bog'lab turadi? Menga qorong'u, lekin ular birgalikda juda ham zo'r eshitiladi. Xo'sh, unda sizda bitta savol tug'iladi. Bu aslida yolg'on ma'lumot bo'lsa, qanaqa qilib u hali ham odamlarning og'zida tirik va yashab kelyapti? Juda ham o'rinli savol. Gap shundaki, odamlar faktlardan ko'ra chiroyli va epik hikoyalarni juda ham yaxshi ko'rishadi. Bugungi ko'rsatuvimiz ba'zi tarix o'qituvchilariga yoqmasligi aniq, lekin uni tomosha qilayotgan har bitta inson o'zi uchun absolut yangi ma'lumotlarni bilib oladi. Siz bo'lsa shunchaki video ana shu odamlarga yetib borish uchun unga like bosib qo'ysangiz, shuni o'zi yetadi. Boshladik.
Bugungi dasturimiz orqali qanday qilib mana bu ayol Sezar qalbini zabt etgan? Stalinni Misr ehromlari qurilishiga nima aloqasi bor? Va chindan ham spartaliklar dushmanga qarshi shunaqa yarim yalang'och holatda jang qilishganmi? Shu va shunga o'xshash bo'lgan ma'lumotlarni bilib olasiz. Bugun tarixni qaytadan ko'rib chiqamiz. Hammaga salom, bu Abdullajon. Xo'sh, mana bu ayolni kim deb o'ylaysiz? O'ylash uchun biroz vaqt berishim mumkin, lekin ishonavering, foydasi yo'q. Bu Kleopatra. Eng so'nggi arxeologik tadqiqotlarga ko'ra, mana shu ayol tarixdagi eng ishonchli tasvir. Tan olib aytaylik, unchalik chiroyli emas, ayniqsa dunyo go'zali bo'lishga umuman tortmaydi. U hatto o'sha davr me'yorlari uchun ham go'zallik afsonasi bo'la olmas edi. Uni bo'yi standart muzlatgichdan birozgina balandroq, 152 sm bo'lgan. Lekin filmlarda uni qanaqa tasvirlashadi? Esingizda bormi? Dunyoning eng go'zal aktrisalari uni rolini ijro etishgan. Lekin unda qanaqa qilib Kimsan Sezarni o'zi bu ayolni sevib qolgan? Bilasizmi, ayollarning qalbi va tashqi go'zalligidan tashqari yana bitta ajralib turadigan jihati bor. Bu ularning xushmuomalaligi. Tarixchilar Kleopatrani go'zallik bo'yicha raqobatlasha olmasa-da, lekin muomalasi bo'yicha har doim ajralib turgan deb yozishgan. Bu ayol aslida dunyoni o'z zakovati bilan zabt etgan. Kleopatra 7 ta tilni bilgan. Qo'l ostidagi davlatni naqd 20 yil davomida ozodlikda ushlab turgan edi. U boshqargan hudud bo'lsa hozirgi Germaniyadan 3 barobar katta edi. Ya'ni Kleopatra haqiqiy siyosatchi bo'lgan. Ammo hozir u haqida gapirganimizda parfyumeriya reklamasini timsoli ko'z oldimizga keladi. O'zingiz bitta tasavvur qilib ko'ring. Bitta odam tarixda qoladigan darajada ishlarni qilib siyosat yuritsa-da, lekin uni umuman boshqa narsa bilan yodgor etsa. Mana masalan Napoleon. Men Napoleon Bonaparte. Hozirgi hayotimda shunday ishlar qilayki, ismimni eshitgan kelajak avlod ko'z oldiga faqat va faqat buyuk siyosatshunos va harbiyni keltirsin. Yuqoridagi faktlarga o'xshagan ma'lumotlar tufayli tarix fanini eng yolg'onchi fan deya tilga olishadi. Tarix g'oliblar qo'lida o'zgaradi. Tarixni tarixchilar kabi hech kim o'zgartira olmaydi kabi mana shunaqa iboralar aynan shunaqa yanglish ma'lumotlar ortidan kelib chiqqan. Xo'sh, aslida tarixni kim yozadi? Tarix deganda doim ko'z oldimizga Misr, Bobil, Rim, Yunoniston keladi. Lekin ishoning, mana shu videoni ko'rayotgan odamlarning aksariyati mana shu joylar haqida ma'lumotga ega emas. Mana masalan Troya. Hatto maktabda 3 ga o'qigan odamlar ham u haqida yaxshi bilishadi. Nega endi shunaqa? Brad Pitt o'ynagan film kompyuterdagi viruslar orqali bu Troya tushunchasi bizning miyamizga shunchaki o'rnashib olgan. Lekin mana shu siz bilgan voqea aslida g'irt uydirma desam, ishonasizmi? Sen oddiy blogersan. Hech voqeani bilmaysan. Gapimni isbotlashdan oldin Troya tushunchasi bizga o'zi umuman qanaqa qilib yetib kelganligi haqida ma'lumot sizlarga berishim kerak. Bu Gomerni Iliada va Odisseyasidan bizgacha yetib kelgan. Ya'ni bular shunchaki doston hisoblanadi. Yanada jaydari tushuntiradigan bo'lsam, Gomerni Iliadasi nima-yu, o'zimizning alpomish yoki Go'ro'g'li nima? Bular hammasi bitta narsa. Lekin bitta narsani tan olish kerak. Troya urushi rostdan ham bo'lib o'tgan. Lekin hammasi Gomer yozganchalik emas edi. Qadimda Yunonlar bilan Troya o'rtasidagi katta urush bo'lib o'tadi. Yunonlar dushman ostonasiga kelganida birdaniga kemalarga o'tirib chekinishadi va o'zlaridan ulkan otni qoldirishadi. Troyaliklar bo'lsa ana shu otni o'z hududlariga olib kirishadi va yarim tunda ana shu otning ichidan juda ham ko'p askarlar chiqib, shu hududni egallab olishadi. Yaxshi, endi keling bitta mantiqan o'ylab ko'ramiz. Ba'zi bir manbalarda Troya otini ichida 100 ga yaqin askarlar bo'lgan edi deb yozilgan. Ya'ni Yunonlar Troya chegarasigacha kelib, suvni oldida ana shu otni qurishga ulgurishgan bo'lish kerak edi. Qanaqa qilib? Xuddi shu savol ortidan bo'lsa, yana bitta savol miyani qisishga boshlaydi. Ya'ni unda ot haqidagi tushuncha qayerdan kelib qolgan? Ba'zi tarixchilarning so'zlariga ko'ra, Troyani zilzila vayron qilgan. Mifologiyada bo'lsa Poseydon suv xudosi bo'lishdan tashqari zilzilalarni ham boshqara olgan. Shuningdek, u otlarni ham yaratgan. Bog'liqlikni sezyapsizmi? Ot bu yoqda shunchaki zilzilani anglatuvchi ibora edi. Lekin u bilan nima qilishgan? Yana bitta taxminga ko'ra, shu urushda ulkan jang qurilmalaridan foydalanishgan. Jang vaqtida esa dushmanlarning olovli kamon o'qlari qurilmalarni yondirib yubormasliklari uchun hayvonlarni terisi bilan qoplashgan. Shu jumladan otni terisi bilan ham. Keyinchalik bu otni terisi bilan qoplangan konstruksiyalar haqiqiy otga aylanib ketgan. Ko'rib turganingizdek, voqea borasida bir nechta taxminlar bor, lekin bu shunchaki zo'r to'qima xolos. Uni hayotiy deb bilishimizga sabab bo'lsa, ijodkorlar qiziqarli qilib qaytadan to'qib berishganida. Agarda bu voqea real hayotda bo'lmaganligiga hali ham ishonch hosil qila olmayotgan bo'lsangiz,
Men sizga bitta zo'r misol aytishim mumkin. Agarda sizni bu mantig'ingizga tayanadigan bo'lsak, demak bizning kelajak avloddagi yoshlar Thanos dunyoni saqlab qolish uchun dunyoni teng yarmini yo'q qilishga harakat qilganiga ham ishonish kerak. To'g'rimi? Umuman olganda yaxshi g'oya. Hammaga salom va bugungi mavzu bu 21-asrda eng mashhur bo'lgan qahramonlardan biri bu Thanos. Ha. Dunyoni balansiga keltirmoqchi bo'lgan arbob. Hozir siz nima haqida gapirayotganingizni o'zingiz tushunasiz-a? U shunchaki kino qahramon xolos, unaqa odam bo'lmagan. Nima demoqchisiz shundan? Yo'q, bo'lmagan. U shunchaki antagonist xolos Marvel kinofselyenasida. Mana bitta fakt keltiraman. Toshkentda 18-yilda. Xo'p. Probkalar kamroq bo'lganmi? Xo'p, kamroq bo'lgan. Yo'qmi? Xo'p, kamroq bo'lgan. Bo'lganmi, yo'qmi? Bo'lgan. Bo'lgan, shunaqa. Значит, chilchoq ham bo'lgan. Ha, sizni fikringiz bo'yicha Shelchuk paytida odamlar kam bo'lgan. Ha, shunaqa. Esingizda bo'lsa, Novostroylar ham ko'payib ketganda o'sha paytlar. Endi bo'lsa mana bu suratga e'tibor bering. Piramidalarni ko'rib darhol qaysi o'lka haqida gap ketayotganligini angladingiz-a? Ha, bu o'sha mashhur Misr. U dunyodagi eng sirli va ming yillardan buyon odamlarni o'ziga jalb qilib kelayotgan joylardan bittasi. Shu payt miyaga bitta savol keladi. Misr aslida filmlardagi kabimi? Afsuski yo'q. Men bu narsa juda ham shunaqa bo'lishini xohlagan edim, lekin hamma narsa ham unaqa bo'lmaydi. Mana masalan Indiana Jones, Mumio kabi filmlarda Misr iyerogliflarini o'qishni murakkab ishdek ko'rsatishadi. Men hozir sizga bitta ma'lumot aytaman va bundan sizni miyingiz argina qisilib qolishi aniq. Gap shundaki, Misrda Misr iyerogliflari degan tushunchani o'zi mavjud emas, chunki bu hudud 3000-4000 yillik tarixga ega va bunaqa katta muddatda har qanaqa til tanib bo'lmas darajaga yetadi. Shu sababli ham Misr tilini kamida 3 ga bo'lishadi. O'rta Misr tili, Yangi Misr tili va Kechki Misr tili. Filmlarda ko'rsatiladigan iyerogliflar bo'lsa, bu shunchaki qadimgi Misr tili hisoblanib, uni eng zo'r tilshunoslar ham umuman tushunmaydi. Ular so'zlarni boshqotirmay yechayotgandek bittalab taxlashadi. So'zlarni qanday talaffuz qilinishini hech kim bilmaydi. Shunchaki ba'zi ism, joy nomlari Yunon tarixchilaridan bizgacha yetib kelgan xolos. Hatto hozirgi zamonaviy davrda yashayotgan misrlik qadimgi Misrga tushib qoladigan bo'lsa, o'z ajdodlari qanaqa tilda gaplashayotganini umuman tushuna olmas edi. Lekin film va seriallarda bizga shunaqangi ko'rsatishadiki, bemalol odamlar chiqib Misr tilida afsulla o'qib, ovoz chiqarib xohlagan gaplarni gapiraverishadi. Eng qizig'i, Misr firavnlarining ismi ham aslida Ramzes 2 yoki Pepi 1, Tutmos 3 bo'lmagan. Qadimgi misrliklar hukmdorlarni hech qanaqa bunaqa deb chaqirishmagan. Bu nomlarni tarixchilar o'ziga oson bo'lishi uchun tanlab olishgan. Aslida esa har bitta hukmdorlar taxminan 5 ta ismi bo'lgan. Bu shaxsiy ism, taxt uchun ism, qo'shiqlar uchun ism, ulug'lab aytish uchun ism va hokazo. Bu xuddi sizni har bitta qizga ismingizni alohida aytishingizga o'xshagan narsa. Bu hudud haqidagi yana bitta yanglish ma'lumot bor. Uni siz deyarli har hafta ijtimoiy tarmoqlarda ko'rasiz. Bu Misr ehromlarini qulla qurganligi haqida. Aslida bu suratlar ularni o'zga sayyoraliklar qurgan. O'zi o'ylab ko'ring, bunaqa ulkan harsang toshlarni kim siljita olishi mumkin? Ijtimoiy tarmoqlarda sizni aynan shunaqa deb aldashadi. Misr ehromlari qullar tomonidan qurilgan. Lekin bu gap asosan NDH davlatlari orasida juda ham mashhur. Sababi esa juda ham qiziq. Uzun quloq gaplarga qaraganda, qullar haqidagi cho'pchakni tarix fanlariga kiritish Stalin janoblariga tegishli. U Marksning formatsiyalar teoriyasini tasdiqlash uchun 1930-yillarda shunaqa buyruq bergan. Aslida bo'lsa, Misr ehromlari ozod odamlar tomonidan qurilgan va ularga ish haqi ham berilgan. Misr fuqarolari ko'pincha dehqonchilik bilan shug'ullangan. Hosildor Nil qirg'oqlarida bo'lsa, bu ish juda ko'p vaqt talab etmagan. Quruvchilarga tekin ovqat berilgan. Shu yo'l bilan odamlar uylaridagi yegulikni tejab qolishgan. Arxeologlarning fikriga ko'ra, quruvchilar yomon boqilmagan. Ular shunchaki ommaviy ravishda yig'ilib, mana shu ehromlarni qurishgan. Aytgancha, Misr haqida yana bitta miyangizda portlatib yuboradigan fakt bor. Misrliklar qora tanli bo'lmagan. Mana masalan, asli misrlik bo'lgan ikki mashhur shaxsga bitta qarang. Birinchisi Muhammad Saloh, Angliyaning eng nomdor futbol klublaridan biri Liverpool afsonasi, ikkinchisi esa Rami Malik, Oskar mukofoti sovrindori, aktyor. Ikkovi ham qora tanli emas. Xuddi shunga o'xshagan yanglish fikr Spartaning 300 ta mard jangchisi haqida ham bor. Ular haqida hech bo'lmaganda memlar orqali juda yaxshi bilamiz. This is Sparta! Lekin muammo shundaki, 100 minglab forslarga qarshi kechgan ana shu epik jangda Spartaliklar 300 ta dona bo'lishmagan. Ha, ular 300 ta bo'lishgan, lekin ularga yordamga yaxshigina ko'p odam kelgan. Umumiy hisobda Yunon jangchilari soni 5200-7700 atrofida bo'lgan. Forslar esa 200-250 ming atrofida. Shuning uchun Yunonlar ularni 3 kun ushlab turishganini o'zi katta gap bo'lgan. Jang esa baribir forslar g'alabasi bilan
tugagan. Albatta, e'tirof etish kerak bo'lgan yana bitta alohida fakt bor. Urush paytida spartaliklar mana bunaqa yarim-yalang'och holatda jang qilishmagan. O'zingiz o'ylab ko'ring, kim urushga qurol aslahasiz shunaqa yarim-yalang'och holatda chiqadi? Bu shunchaki film mekerlar tomonidan bizga filmni yanada ta'sirchan qilib ko'rsatish uchun amalga oshirilgan tryuk hisoblanadi. Umuman Yunonlar jang qilishda yangicha usullarni, ya'ni aqlli harbiy taktikalarni qo'llashgan. Shuning uchun ham o'zidan bir necha barobar ko'proq bo'lgan forslar qo'shiniga munosib qarshilik ko'rsata olgan. Yunonlarga oid bo'lgan yana bitta qiziqarli faktni meni ijod qilishga ilhomlantirgan Jan Toplis o'zini YouTube ko'rsatuvlaridan bittasida olib chiqqan. Bu Fidipit, qahramonimiz Gerodot va Plutarxni asarlarida tilga olinadi. Afsonaga ko'ra, Fidipit marafon jangidan oldin spartaliklardan yordam kuchi so'rash uchun elchi qilib yuboriladi. Erta tongda yo'liga chiqib 238 kilometr masofani salkam bir kunda bosib o'tib, u yerdan rad javobini eshitib, tezda yana shuncha yo'l bosib orqaga qaytib keladi. Toshkentdan Jizzaxgacha 238 kilometr chiqadi va siz mashinada 2,5 soatda yetib olasiz. Bu afsonaning hali davomi bor, diqqat qiling. Deyarli dam olmay 6 soatlik qonli jangda ishtirok etib, g'alaba qozonib, xushxabarni yetkazish uchun Afinaga, yana 40 kilometrlik yo'lga otlanadi. Xushxabarni birinchi yetkazgan odamga bo'lsa katta suyunchi berilgan. Shu sababli ham uni raqobatchilari ham bor edi. Lekin Fidipit Afinaga kirib kelishi bilanoq xursandchilikni boshlang, biz g'alaba qozondik degan u joyida oyog'ini cho'zib olgan. Endi bo'lsa bitta tasavvur qiling, Fidipit Afinagacha tinmasdan yugurib kelib, kerakli xabar yetkaza olmasdan nafasi yetmay o'lib qolganda nima bo'lardi? Ko'p sonli tarixchilar bu voqea aslida bunaqa bo'lmagan deb aytishadi. Umuman Gerodot faqatgina Fidipitni esga olgan bo'lib, lekin uni Afinadan marafonga yoki marafondan Afinaga yugurgani haqida bironta ma'lumotda aytmagan. Bunga Gerodot Fidipit haqida urushdan 30-40 yildan keyin, Plutarx esa 500 yildan keyin yozganini isbot qilib ko'rsatishadi. Bu haqda birinchi bo'lib Plutarx yozadi, lekin mana shu mavzuga aloqador bo'lgan bitta savolni sizga bermoqchiman. Xo'sh, rostdan ham bitta odam tinmasdan yugurib A nuqtadan B nuqtagacha bora oladi deb o'ylaysizmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men bo'lsa shu mavzuga aloqador yana bitta ma'lumot sizga aytib beraman. Mana bu haykalni ko'ryapsiz, barchamiz ong ostimizda mana shu haykallarni oq rangda, ya'ni gipsdan qilingan deb o'ylaymiz. Lekin aslida ularni rangi bo'lgan desam ishonasizmi? Ha, olimlar allaqachon bizgacha yetib kelgan qadimgi Yunon haykallari qachonlardir rangli bo'lganini isbotlashgan. Hatto ultrabinafsha va rentgen nurlar yordamida 1000 yillar oldin o'chib ketgan asl ranglarini tiklashga ham muvaffaq bo'lishgan. Biz esa har doimgidek filmlar va tasviriy san'at namunalariga ishonib, bularni har doim oq rangda bo'lgan deb o'ylaymiz. Aytgancha, yaqindagina ijtimoiy tarmoqlarda azoblash xizmati degan tushuncha paydo bo'ldi, bildinglarmi? Lekin o'sha avvalroq tarixda qanaqa bo'lgan deb o'ylaysizlar? Bu bronza buqa yoki mis buqa, Falaris buqasi yoki Sitsiliya buqasi, xullas xohlaganingiz. Bularning hammasi qadimgi Yunonlar qo'llagan o'ziga xos qatl qilish usulining nomi. Odamlarni qiynash uchun bronzadan tayyorlangan buqa ko'rinishidagi bu azoblash xizmati Perlay ismli temirchi tomonidan yaratilgan. Taqdir hazilni qarangki, ana shu narsadan birinchi bo'lib azoblangan insonning o'zi ham ana shu temirchining o'zi hisoblanadi. Jazolanuvchini shunchaki olib kirsak bo'ldi, u shu bilan buqaning ichida yonib kulib bo'ladi. Hoy, nima qilyapsiz? Aslida o'rtoqlar, qadimgi tarix haqidagi mana shunaqa yanglish ma'lumotlar juda ham ko'p va bu narsani bitta ko'rsatuvga sig'dirish birozgina qiyin. Ya'ni dinamikani ushlab turish borasida, montaj borasida, ayniqsa YouTubening ba'zi bir cheklovlari sababli biz uni sizlarga to'liq ko'rsata olmaymiz. Lekin Telegram kanalimizga o'tib olgan holda barcha ma'lumotlarni bilsangiz bo'ladi. Hozir o'tib oling. Ko'rsatuv so'ngida esa bitta gap aytmoqchiman. Har doim rostdan ham g'oliblar tarixni o'zi xohlagancha o'zgartirgan. Kim qaysidir hududda g'alaba qozonadigan bo'lsa, uni g'oyasi ilgari surilgan. U qanaqadir fikr aytdimi, uni gapi to'g'ri. Vassalom, bo'ldi. Qolganlarniki esa shunchaki boshqacha yoki shunchaki noto'g'ri. Menimcha odam zoti hali ancha vaqt bunaqa holatda yashasa kerak. Hozir shohsupada kim bo'ladigan bo'lsa, tarix ham o'shaning izmida. Ya'ni o'sha odam xohlagancha tarixni o'zgartiradi, kerak bo'lsa kelajagini ham. Lekin qachondir o'sha odam taxtdan tushganida, ana shu odam shu paytgacha yozgan tarixi butkul o'chirib olinishi ham mumkin. Ana shu odam kerak bo'lsa hammasini qaytadan yozib chiqadi. Siyosat o'zi shunaqa g'alati narsa. Kim taxtda o'tirgan bo'lsa, ana shu odam charxpalakni istagan tomoniga aylantiradi. Oqni qora qilib ko'rsatadi, qorani bo'lsa oq qilib ko'rsatadi. I'm white. I'm black. Va juda ham ko'pchilik ana shu g'oyalarga "Xo'p, mayli" deb javob beradi. Siyqasi chiqqan bo'lsa ham tarixni g'oliblar yozadi degan gap mana shu joyga juda ham to'g'ri keladi. Lekin chinakamiga ilmli insonlar haqiqatda aslida qanaqa bo'lganini bemalol ajrata oladi. Asosiysi
xohish bo'lsa bo'lgani. Ilm fan shaydolari biz kichik loyihamiz orqali sizlarga ulkan ma'lumotlar berishga harakat qildik. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr.